Mashinaning kasali ham o'zi shu bo'lgan aslida. Galovka prikladga kuygan avtomobilga nisbatan aralashgan, endi ozgina parlanadi, yurgizib qo'ydik. Unisi qurib yo'qolib ketadi hozir. Artib tozalab, chiroyli qilib qo'yamiz. Yo'qolib ketadi. Xudo xolasa. Ishlashlari, yurish-turishlari hamma yo'g'i cho'kki. Qilingan ish faqat galovka prikladga xolos, boshqa hech narsa qilingan. Padushkalar alishdi, bitta chiroyli qilib yuvib qo'ydi aka. Ishlar boshlangan, bemalol kelaverasizlar.